Toshkent viloyati bojxonachilari tomonidan amaldagi talablarga zid ravishda biologik faol qo'shimchalar va tibbiyot vositalarini olib kirishga bo'lgan urinishlar fosh etildi. Tafsilotlar bilan Ma'murjon Abdiyev tanishtiradi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Navoiy chegara bojxona postiga piyoda holda kirib kelgan yo'lovchiga tegishli bagajlar bojxona ko'rigidan o'tkazildi. O'tkazilgan bojxona ko'rigi davomida bojxona nazoratiga taqdim etilmagan holda 603 dona turli xil biologik faol qo'shimchalar olib kirishga urinish bartaraf etildi. Yana bir holatda Navoiy chegara bojxona postiga kirib kelgan fuqaro boshqaruvidagi yengil avtotransport vositasi belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda qiymati 70 million so'mlik tibbiyot vositalari borligi aniqlandi. Navbatdagi huquqbuzarlik holati esa bojxona postining kirish piyodalar yo'lagi orqali piyoda holda kirib kelgan fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan bir dona chemodanni rentgen apparatiga qo'ymasdan bojxona nazoratini qasddan aylanib o'tib, bojxona nazorat zonasidan chiqib qochishga uringanda bojxona xodimlari fuqaroni o'ziga tegishli bo'lgan yuklari bilan qaytarishdi. Fuqaroning yuklari bojxona ko'zdan kechiruvdan o'tkazilganida chemodanning ichida ozuqa-so'rovda aytilmagan yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozib ko'rsatilmagan 1552 dona dorilar va tibbiyot vositalari borligi fosh etildi. Va yana bir holat Oybek chegara bojxona postida aniqlandi. Post orqali o'tayotgan yo'lovchining qo'l yuklari bojxona ko'rigidan o'tkazilganda sumkalari ichida hech qanday hujjatlarsiz sifati kafolatlanmagan 1050 dona tibbiyot vositalari borligi fosh etildi. Aniqlangan dori va tibbiyot vositalarining umumiy qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 175,5 million so'mni tashkil etmoqda. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda.